Audio Jungle. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana navbatdagi suhbatimiz va bu suhbatimizning ishtirokchisi Osiyo xalqaro universiteti psixologiya pedagogika yo'nalishi 2-bosqich magistranti Jabborova Shahnozaxon bo'ladilar. Xush kelibsiz suhbatimizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Hop, Shahnozaxon, siz bizda mana talabasiz va bitiryapsiz magistratura yo'nalishini, bosqichini. O'zi hayotda qaysi soha bilan shug'ullanasiz? O'zi asli soham defektolog logoped, ya'ni defektologga hozirgi kunda aynan avjiga chiqqan, ya'ni maxsus pedagog. Nutqida, aqliy rivojlanishida, yurishida, ko'rishida, eshitishida nuqsoni bor bolalar bilan shug'ullanadigan, ya'ni mutaxassis defektolog logoped. Ayni shu kunda bundan tashqari davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ya'ni mudira, direktor vazifasida ishlab kelmoqdaman. Bolajonlarni suyganim uchun, bolajonlarni yaxshi ko'rganim uchun shu sohani tanlaganman. Shu maktabgacha ta'lim tashkilotida direktor vazifasidan tashqari qiziqishim bo'lgani uchun vaqtim qolganda albatta Farg'ona shahrida o'zimizda markazlarimiz bor, ya'ni nutqida nuqsoni bor, qanday kamchiliklari, nuqsonlari bo'lgan bolalar bilan markazlarimiz bor. Ana shu markazlarda bolalar bilan ishlayman. Juda yaxshi. Shogirdlar chiqaraman, kurslar tayyorlaymiz. Shogirdlar bilan birgalikda o'zimizni shahrimizda yordamga muhtoj bo'lgan bolalarga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Judayam zo'r, ajoyib. Mana shunaqa jamiyatda o'zini o'rnini topgan inson sifatida, sohangizni o'z egasi sifatida nimaga sizda niyat uyg'ondiki, magistraturaga topshirish kerak, magistratura o'qishim kerak degan fikr? Albatta, soham defektolog, ya'ni maxsus pedagog bo'lganim uchun psixologiya fani bilan baribir uzviy chambarchas bog'liqda. Har bir bolani, yosh bolami, o'smir yoshdagi bolami, yoshi kattalarmi, oilaviy psixolog bo'lish qandaydir ishtiyoqi ichkaridan bora mana shu xohish, istak kuchaya boshladi. Va albatta hozirgi kunda o'zingizning xabaringiz bor, har bir shaxs, har bir inson o'zini ustida doimiy ravishda ishlash kerak. Ya'ni o'qish. Bakalavrni Toshkentda Davlat pedagogika universitetida, Nizomiy nomidagi universitetda tamomladim. Orada ancha uzilish bo'lib qoldi. Albatta 10 yil amaliyot bilan nazariy bilimlar boshqa, amaliy bilimlarga berilib ishlashni boshladim va qarasam yoshlar o'qiyapti, o'zini ustida ishlayapti. Va bir kun o'tirib ijtimoiy tarmoqlarda mana shu Osiyo xalqaro universitetini ko'rib qoldim. Sizlarda juda ham ko'p sharoitlar bizga, ya'ni biz mutaxassislarga, ya'ni vaqtida o'zini ishida ishlab turib, bizda endi magistratura yo'nalishimizni birinchi navbatda, ya'ni yutug'i, plusi nima demoqchiman? Bizda magistraturada, ya'ni masofaviy yo'nalish, ya'ni psixologiya, pedagogika yo'nalishida masofaviy bo'lgani uchun birinchi o'rinda niyat qildim, hamda psixologiyaga bora qiziqqanim uchun nimaga endi yo'q? Nimaga endi ham ishlab, ham o'qishimiz kerak emas? Dedimda, shu psixologiyaga bora qiziqishim kuchaydi. Shu yo'nalishni tanladimda o'qishga kirdim. Mana kechagina topshirgan edik, kelib suhbatlardan o'tib ketgandik. Bir pasda 2 yil o'tib ketibdi. Allohga behisob shukr. Mana biz 2-kurs magistrant talabalari, bitiruvchilarimiz inshaalloh mana shu kunlarda dissertatsiya mavzularini tasdiqlatib dekanatga topshirdik. Shu 15-20 kunlarda kelib himoya qilib ketamiz. Inshaalloh diplomimizni qabul qilamiz. Unda endi sekin bilinsa kerak. O'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi. Bu yo'l qiyin, oson bo'lmadi deymiz. Shuning uchun magistraturani tanlaganimga va bu yo'nalishni tanlab, mana shu magistraturani shu yo'nalishga o'qishga kirganimga hech ham afsuslanmayman. Faqat yutuq bo'ldi va aynan ohuni tanlaganimga bunga sabablar juda ham ko'p.
yaxshi, ular haqida hozir gaplashamiz. Alohida gaplashamiz. Ha, endi demoqchimanki, mana magistraturaga nima maqsadda kelganingizni bilib oldik va qanaqa tasavvurlar bilan keldingiz. Albatta siz respublikamizning boshqa hududidansiz va tasavvurlar bo'ladi. Jarayonga kelganingizdan keyin, mana Osiyo xalqaro universitetining o'ziga kelganingizdan keyin yoki darslar boshlangandan keyin onlayn darslar, tasavvurlaringiz o'zgardimi yoki tasavvuringizdagidek ekanmi? Albatta boshida tasavvurlar boshqacha bo'lishi mumkin, tabiiy holat. Qanday bo'ladi? Masofaviy endi hozir ko'ryapsiz, innovatsion texnologiyalar bora-bora rivojlanib ketmoqda. Davlatimiz rahbariga rahmat kattakon, bizga shunchalik sharoitlar yaratib qo'yganlariga. Tasavvurlar oldin boshqacha edi va o'qishga kirganimizdan keyin endi kimdir har xil o'ylaydi. Masofaviy ekan, o'ziga yarasha sharoitlar bo'ladi, yengilliklar bo'ladi. Yo'q. Bu yerda o'qish oson emas, o'ziga yarasha. Har bir mehnatni tagida rohati bor, ya'ni mehnatni mevasi bo'ladi degandek. Biz boshida kelgandan keyin, darslar boshlangandan keyin har bir mana shu mutaxassisni, har bir ustozlarni, har bir olim, professor ustozlarni qanaqa mashaqqat bilan, qanaqa mas'uliyat bilan bizga dars o'tishlarini dars davomida bora-bora bilib bordik. Bularda birinchi o'rinda nazorat kuchli, ikkinchi o'rinda albatta har bir insonni o'ziga bog'liq mas'uliyatni his qilish, vazifani beradi, nazorat ham kuchli va ana shu mas'uliyatni his qilishga psixologicheskiy, ya'ni ruhiy taraflama, ruhiyatga ta'sir qilib bilishadi. Biz ana shularni mas'uliyatni his qilgan holda har bir darslarni yaxshi o'zlashtirdik. Ong ostimizga shunaqa chiroyli yetkazib borishdi yengil emas. Kimdir o'ylagan bo'lishi mumkin, lekin o'ziga yarasha qiyinchilik bilan birgalikda biz tashlab ketmadik, yarim yo'lda qolib ketmadik. Mana shu yo'lda iloji boricha harakat qilib, oxirigacha borishga harakat qildik. Mana ustozlarni ko'p misol qilib aytishim mumkin. Elif Ziyodullo domlamiz, professor olim. Olimov Timur domlamiz, ular ham professor olim. Avezov Olmos domlamiz, ular ham psixologiya yo'nalishida, stress yo'nalishida mana oxirgi ikkinchi kurs, ikkinchi semestrda juda ham qiziqarli mavzular, qiziqarli darslar bo'ldi. Olimov domlamiz pedagogika bo'yicha metodlar, metodologiyalarni shunaqa sinchiklab ochib ong ostimizga tushuntirdilarki, nutq boyligimiz ham bora-bora kengayib bordi, ko'payib bordi. Elif domlamiz ham kognitiv psixologiyani, salomatlikni va psixologiya har bir tarmoqlarini, bu psixologiya tarmog'i bora-bora maydalashib yo'nalishlariga parchalandi va oxirida yana umumiy bilimlarini iloji boricha qo'ldan kelgancha bizga berishga harakat qilishdi va buni oqlashdi. Biz shunga yarasha, bu bir maqtash emas, bor gapni gapiraman. Bu ustozlardan juda ham biz xursandmiz, bergan bilimlaridan ilohim sog' bo'lsin va biz doim niyat qilamiz, ularni yo'lini bizga berishsin. Ularni yo'lini Allohim bizga bersin. Albatta. Shunaqa narsa bor. Ilmda albatta oson bo'lmadi dedingiz. Ilm oson bo'lmaydi, albatta aytganingizdek. Va ustozni e'tirof etishlik, ustozni hurmat qilgan insonda ilm yuqumli bo'ladi. Va shu o'rinda aytmoqchimanki, savolimni davomi sifatida magistratura sohangizga, hayotingizga qay darajada ta'sir qildi? Juda ham katta darajada. Birinchi o'rinda o'zimni ruhiyatimga, ya'ni psixolog sifatida o'zimni endi hali to'la-to'kis 100% psixolog deb atalmayman, diplomimni olib olgandan keyin birinchi o'rinda meni oilamga. Men ham bir oilani nima deydi, a'zosi, ya'ni turmush o'rtog'im va men 3 ta farzandim bor, 3 nafar farzandim bor. 3 nafar farzandimga tarbiya berishdagi ozgina o'zgarishlar, yo'nalishlar, aytadi-ku, ruslar na ошибках учатся, ya'ni bora-bora kamchiliklarda o'zini to'g'rilab ketadi. Oldin qanaqa edik, hozir qanaqa, tarbiyani qanaqa berish, liberal, demokratik, avtoritar, buni hammasini shu dars davomida bildik. Oilamda, ya'ni jamoamda, ya'ni davlat tashkilotidagi jamoamda, hamkasbalar bilan birgalikda qanaqa muloqot qilishda, jamiyatda, ko'chada, mahallada dunyo qarashimni kengaytirgan bo'lsa, kengaytirdiki, ya'ni orqaga minus bo'lmadi. Juda ham katta foyda berdi menga.
demak xulosa qilishimiz mumkinki onlayn ta'limdan ham kerakli ta'limni ola olamiz yetarlicha. Albatta, albatta. Onlayn bu degani offlaynday onlayn yo'q. Onlaynda kerak bo'lsa 2 baravar mas'uliyat kuchliroq. Bizni kuratorimiz Gulnoza Adilovna juda ham yaxshi ustozlar doim qo'llab-quvvatlaydilar va biz ham guruhimiz bilan 25 ta guruhda kursdoshlarimiz bo'lsa, Gulnoza Adilovnaning hurmatidan ham biz birdamiz. Bizda doim bitta shior bor: один за всех и все за одного. Ya'ni bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Biz doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Shunday kunlar bo'lganki, hattoki kechalari uxlamasdik. Kechalari tayyorgarlik ko'rib, har safar sessiyaga kelamiz. Eng yaxshi guruhlardan shu o'rinda maqtab ketishim kerak Nigoraxon. MM3 eng yaxshi aktiv davomati 100% guruhlardan biri. Doim chunki birgamiz. Vaqtidami, ertalabda vaqtlar, soatlar o'zgarishi mumkin ba'zida, lekin bir xil soatda o'sha vaqtda kiramiz, bor yo'qda bo'lamiz. Seminarlarda, amaliyotlarda har bir dars jarayonida aktiv bo'lishga harakat qilamiz. Onlayn darsni o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Bu degani qaytanga siz doim birgasiz. Ya'ni virtualna biz birgamiz. To'g'ri, o'tirib bir-birimizni ko'rmaymiz, lekin onlayn darsning ham o'ziga yarasha gashti bor ekan. Kelamiz, 4 kun imtihonlarni, kunduzi oraliqlarni topshiramiz, kechqurun testlarni kirib topshiramiz, lekin natijalarimiz yomon emas. MM3 eng yaxshi guruhlardan biri. Buni keyinchalik eshitishingiz ham mumkin. Juda ham zo'r. Endi men o'ylayman, nimaga shunaqa guruh shakllandi? Chunki maqsadlar birtada, maqsadlar aniq va haqiqatan ham menga kerak deb kelganlar bor bu yerda. Aynan Albatta. to'g'ri maqsad bilan kelgan. Hamma o'zini oldiga bir maqsadni qo'ygan va shu maqsadga borish uchun qanaqadir yo'llardagi qoqinadigan toshlar bo'ladimi, tog'lar bo'ladimi, ana shularni bartaraf qildik. Kimlar bilan birga? Guruh bilan birgalikda uydagi oila a'zolari, kimnidir turmush o'rtog'i, kimnidir qaynonasi, kimnidir onasi, opasi, uydagi sharoitda ham baribir katta rol o'ynar ekanda. Va ustozlar. Ustozlar bizga qanaqa qilib shularni bartaraf etishni birma-bir o'rgatishdi. Shuning uchun uzoq yil bo'ldi. 2 yil tez o'tib ketdi, lekin 2 yil hozir ishonsangiz, oxirida biz xursand bo'lyapmiz. Dissertatsiya ishi ozgina qoldi. 15 ta kam inshaalloh psixolog pedagogmizda magistr. Lekin bir tarafdan xafamiz, chunki oqibatimiz yaxshi ko'z tegmasin. Nima qilamiz endi? Qachon ko'rishamiz? Qanaqa qilamiz? Lekin biz bir-birimizga va'da berdik. Tez-tez ko'rishib turamiz. Hech bo'lmasa 1 yilda bir marta. Buxoro juda ham chiroyli shahar, juda ham mehmondo'st, kursdoshlarimiz juda ham oqibatli. Har kuni uylariga mehmon qilib taklif qilishadi. Qandaydir yaxshi ko'rib qoldik bu shaharni. Men sizga yana bitta tavsiya sifatida aytishim mumkin. Buxoroga sizni bog'lab turadigan yana bir jihati bor. Yana Osiyo xalqaro universitetida doktorantura yo'nalishi bor. Albatta, bizda shunaqa rejalar bor. Sovumay turib, inshaalloh mana magistr bo'lib olganimizdan keyin, tugatganimizdan keyin PhD, ya'ni ustozlarni ko'rib yaxshi niyat qildik va sovmay turib shu yo'nalishda ham tugataylik. PhDni himoya qilib. Inshaalloh ustozlarning yo'lini bersin. Ko'pchilik kursdoshlar balkim qolarmiz, qani? Eshitdik. Xudo xohlasa. Yana bir savol menga qiziq. Mana siz Osiyo xalqaro universitetida 2 yil davomida birga bo'ldingiz, onlayn, offlayn kelib va bir qancha talabalar ham endi sizni kuzatuvchilarga yoki umuman magistraturaga topshirmoqchi bo'lganlarga, bakalavr yo'nalishga topshirmoqchi bo'lganlarga nima uchun Osiyo xalqaro universitetini tanlash kerak? Ayta olasizmi shular haqida? O'zi meni kuzatuvchilarim ham ko'p ko'rishadi. Men iloji boricha bloger emasman. O'zimni, ya'ni mutaxassislik blogimni yuritaman. Hamma har xil tushunadi. Ya'ni men aynan nuqsoni bor bolajonlarni, kamchiliklarni, uy sharoitida qanaqa nima qilishlarini va bilimlarni bora-bora iloji boricha berishga harakat qilaman. Va shu yerda onajonlar, opa-singillar bor, xolalar, qaynonalar bor. Ko'rib, hattoki so'rashadi. Qayerda joylashgan? Buxorodami? Hozir mana eshitdik, Xorazmda ham ochilyapti ekan. Inshaalloh balkim bizni Farg'ona viloyatida ham ochilar. O'zlari ko'rib, qiziqib, bizni qanaqa topshirayotganimizni, kerak bo'lsa kutubxonalarga kirib kitoblar o'qiymiz, kerak bo'lsa testlar yodlaymiz, jarayonlarni iloji boricha qo'yib boraman. Ko'rsin,
Kimgadir qiziq, kimgadir qiziqmas. Ular o'zlari qiziqib chiqishadiki, o'qishingiz o'ziga yarasha qiyinchiligi bor ekan, yuzaki shundoq emas ekan, bilimlarni olyapsiz, bora-bora o'sish bor sizda. Biz nima qilsak bo'ladi, qanday qilsak bo'ladi? Shu yilda inshaalloh o'zimni, dugonalarim, o'zimni soham vakillari hattoki magistratura yo'nalishiga topshirishmoqchi. Bu yerda birinchi o'rinda buni ta'kidlab o'tishim kerak, aynan shu kunlarda davlatimiz rahbari ham buni qayta va qayta ta'kidlayaptilar. Korrupsiyaga yo'l qo'yilmagan. Korrupsiyaga umuman yo'l yo'q. Bu yerda hamma yoq shaffof. Talaba o'qidi, olgan bilimiga yarasha bahosini oladi. Topshirgan odam bilimiga yarasha ballini oladi, oliy o'quv yurtiga, mana shu o'quvga qabul qilinadi va juda ham kuchli mutaxassislar nafaqat bizning yo'nalishda, tibbiyot yo'nalishida, ingliz tili yo'nalishida ko'rib kuzatib boraman. Mutaxassislar kuchli bo'lgandan keyin, ya'ni talabalarda juda ham baland yutuqlar. Endi suhbatimiz maqtov sifatida bo'lib qolmasligi uchun aynan siz bilan suhbat olib boryapmiz, ya'ni talaba nigohida universitet deganda men o'ylaymanki, bunaqa imkoniyatlarni ko'rsatish kerak. Kimnidir xabari bo'lmasligi mumkin, kimdir masalan qidirib yurgan bo'lishi mumkin. Respublikamizda qayerda masalan shunaqa yo'nalish bor, qayerda menga mana shunaqa imkoniyatlar bor degan bakalavrlarimiz ham bo'lishi mumkin yoki abituriyentlarimiz bo'lishi mumkin. Shu ma'noda mana shu suhbat men o'ylaymanki, foydali, kimdir uchun manfaatli. Nigorxon albatta bu yerda nimanidir maqtash, qayernidir maqtab yoki bo'lmasam ta'rif berib, rekomendatsiya, как будет на o'zbekchasiga? Tavsiya. Ha. Nigorxon albatta bu yerda qayernidir, nimanidir, kimnidir maqtab, tavsiya berib shu yerga kiring deb majburlash emas. Bu yerda bizda haqiqatdan dildan suhbat bo'ldi. Siz menga hozir 2 yil davomida mana shu yo'limda qanday kechinmalar, nimalar bo'lib o'tganini bir qator hayolimga, esimga soldingiz va mazza qilib bularni eslab siz bilan bo'lishdim. Bor narsani gapirdim. Shuning uchun sizga bugungi suhbat uchun rahmat kattakon. Albatta, sizga ham vaqtingizni ajratganingiz uchun, mana imtihonlar bo'lishiga qaramasdan, juda qizg'in jarayonlar bo'lishiga qaramasdan vaqt topganligingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, sog' bo'ling.